Bu rakitaның uçuş qaytisi. O qandaqsız rakita buludu? O degan şart tursa. Baysan dedim go. Rakitaның uçuş qaytisidir. Qaytisi? Şundaq. Şarның uçuş qaytisi bilan o'xshash. Rakitani uçalaydı. Uqdingmi? Uqmadim. Uqmdi? Bo'pti. Emsi memde so'rab baqaylik. Rakitaның qaytisi. Ha. Endi bo'ldi. Go. Solkoviski? Bu nima? Buni qanday o'qiydi? Solkoviski. Sizlar bilmaysizlar deymi? U muhim bir shaxs. Solkoviski bo'lmagan bo'lsa, rakitami, sun'iy hamromi bo'lmagan bo'ladi. Bo'ladi, men sizlarga so'zlab beray. Rakitaning otasi Solkoviski. Bu kishi Solkoviski bo'ladi. Kishilar uni rakitaning otasi deyishidi. Hozirgi Sovet ittifoqi buningdan 100 necha yil ilgari Rossiya imperiyasi deb ataladi. Şumu, şu, un nimele desem zaten terikmeydi. Hey! Kapak başkaldı! Durus. O ablah daim karbol kıyıp kaynaksı içidi. Şöyle, makul. Hocam! Ne kumarsızlar? Ekin ol deme! Hey, bulak zat amal yok. Vay vay, neyim degen qattiq, o qandaq yeydigandı? Solkoviski 9 yaşında zukkamdap qilib, oqidan bo'g'ma kesliga giribdor bo'ladi. Keyin saqaygan bo'lsa-mu, qo'lqi gaz bo'lib qoladi. U qattiq azoblandi. Biroq g'am qilib ketmanglar. U mening ovozimni anglayoladi. Chunki men Solkoviskining qalbidagi mimi emasmi? Voy, u yo'q-ku. To'g'ri, u cho'qim kitobxonaga ketdi. Shega berib baqaychi. Oycan. Keçirgin. Men sizga mana buni ekkan. Rahmat. Taz jangas qattın. Yaqindan buyon kunim qaynoq suv qag'in edi. Siz bapulingizga kitob ilib o'qiysiz, to'g'ri hisob ilib tajriba qilasiz. Men buningga qarshi emas, lekin yang-yupang yeb turing. Yang yeb turing. Yurtimdan ayrilgandan buyon yang yeb baqmadim. Gerek yo'q. Uydagilarning tafovati bek az. Ular menga ko'proq pul avatib berolmaydi. Men ko'proq kitob o'qiy olsam, qilmoqchi bo'lgan tajribalarni qila olsam, bu mening eng zo'r baxtim. U mana mushundaq odam Moskvaga kelgandan keyin u ilgirgideklar o'zligidan o'rganishni qat'iy davomlashtirdi. Qulog'imga so'g'ini bilan buning yaxshi tarafi bor. Qalaymaqan ovozlarni anglamayman. Kitobni nayt berib o'qiyman. Lekin haq meni ko'zgilmaydi. Bu menga bak alam qiladi. Tirishchan, men uning tajriba qilishiga yordamlashaman, uningga aql ko'rsataman, ishlariga ko'ngil beraman. Shunga meni uning nomsiz qahramoni deyishga bo'ladi.
yazğıcı Jules Verne'nin Zemberek'ten Aygı namlıq romani. Romanda yazılışca birisi 300 metr uzunluqda zemberek yasaydı. 3 adam bilen 2 zemberek okuğu oldurup aygı çıkıdı. Zemberek okunu aygı çıkırış üçün derisini eynek bilen yem ediyordu. Bunu ola zemberek sıman alem kemisi dep ataydı. Kemideki 3 adam Fransiya ve Amerika'dan kelgenler. Ola yer şarkı kaytaşıda rakitani iştirip süriyetini asteyitis usulunu kolundu. Bu fantastik roman Solkoveski'nin kalbini alemge ben kıp koydu. Keyin Solkoveski mektepte okutukçılık kılgan bolsumu alem boşluğundan mehrini zatılı üzenmedi. Nim boldunuz? Jules Verne'nin digindek uçkanda aygı itip bağılıp olmaydı. Oy, kitapki geplerge işinip kalgan okşamamsız. Bu bir fantaziya bolsumu, onun digenlerinin ilmi asası var. Onu bir xiyali hikaye digilip olmaydı. Ben Newton'un dinamik kaidesi boyunca yer şarının ayrılış süratini hesaplap çıktım. Andın atmosfera kavitinden ötkiçe havanın sürükleşidin yukarı hararet peyda bolduğanlığını uqdum. Jules Verne'nin tasavvurdaki hatalık tüzülüp başka bir doğru usul kullanılsa adamlar çokum ayrı çıkalaydı. Yer şarının tatış gücüdün qutuluş üçün sekunduğa 11 kilometr sürat bilen uçuşqa doğru keldi. Lekin zemberek oqı önçilik tez uçamaydı. Onun üstüge texmi qiyin yeri şuki, uçuvatqanda hasıl bolğan tez sürat sebebidin eğirlik yerdeki eğirlik gücüdün 20 ming as eşip ketidi. Bu çağda alem kemisideki adamlar yençilip ketidi. Bu meseleni hal qilish bek tez. Adam zada qanchalik eğirlik gücüge chidaşlik bereleydi? Merkezden kaçış korulmasından faydalanıp toxu bilen çaşqanını tecrübe qılıverdi. Tecrübe neticesi ularning yer yüzündeki eğirlik gücünün 5-6 hessiga barabar keldigan eğirlik gücüge chidayalaydiganligini ko'rsatdi. Eğirlikni azaytishning amali bormidi? Voy voy. Qulqulqini ağırtmay. Mim, manasini yuqoriga chiqib, andin pastga tashla. Nima qilay deysiz? Mang, tez bo'l. Yana qanday holatda o'yga kelgansiz? Yana migizrak. Mushunchalik bo'lsa buni? Voy voy, bek ig'irga. Qutining ichidagi nimada? Qani kirib ko'rib boqaychi. Aslida suv bilan tuxumkan u. Voy voy, voy bek kelib ketdi u. Yerga tushganda tugishib ketmay yana. Tuxum yijilmabdi. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Nima gap bu? Bu tecrübe maddeler su içip tursa eğirlik gücünün tesirinden kurtulduğanlığını ispatladı. Tushundim. 1883 yili Solkoveski tunji qitim sun'iy hamra to'g'risida kitob yozdi. Jismlar gorizontal tarafga tashlanganda surat qancha tez bo'lsa, shuncha yiroqqa bora oladi. Uqdinglarmi? Jismlar nimishqa tushib ketadi? Chunki yerning tortish kuchi bo'ladi. Har qanday narsa hamon tushib ketadi. Cisim hərəkət qilishqa başlasa, to'xtamasdan harakatlanaveradi. Mana bu Newtonning inersiya teoriyasi, Solkoveskining tasavvurining asosi. Surat bilan tortish kuchi tenglashgan chog'da shar to'xtamasdan aylandi. Mana bu sun'iy hamra. Solkoveski bu suratni inchiklik bilan hisoblab, taxminan sekundiga 8 kilometr ekanligini hisoblab chiqdi. Biroq yer sharining ustida havo bor. Shunga havoning surkilishi bilan surat davomli tuvanlayveradi. Shunglashqa sharni 200 kilometrdan 300 kilometrgacha bo'lgan egizlikdagi havo sharning yerga tashlab, andin parallel orbita bo'yicha siljitish kerak. Muallim! Sizni o'quvchilar chaqiryapti. Ha? Muallim, shar qo'yib beramiz degandingiz-ku. Qo'yib beraylik-ku. Qo'yib beraylik-ku, muallim. Ma'qul, mana hozir. Nadir filmlerini görmekte. Bolalarni xush qilish uchun Solkoveski qog'ozda bir shar yozdi. Lekin spirit bo'lmag'achqa sharni o'tin qalab harakatlantirishga to'g'ri keldi. U gaz bo'lsimi, ammo darisni noyta qiziqarli so'zlagashga bolalar uningga amroq edi.
başa. Vay can, ağrıp gitti. Nima bu? Neymiş ki gülüsüler? Gülüvatsızlar o. Bu beymani çakçakını kim kıldı? Sizler mi? Bu beymani çakçak emas. Biz moyum tecrübe ötküzatımız. Nima? Bu narsani nimaga keragi bor? Darhol ilib ketinglar. Nima qilyapsiz? Bu o'qitish qurolini muallim bizga yasab bergan. Biz shundoq. Bu eski narsimi o'qitish quroli bo'ptimish. Yendab jo'layapsan. Muallimga qarangizga ruxsat yo'q. Mira. Hey, vallahi qani? Hey, qarang, siz oyga shar bilan chiqay demsiz? Shar bilan chiqilib bo'lmaydi. Chunki olam boshlig'ida havo yo'q, lekin raketa bilan chiqilib bo'ladi. Rakita? Mana bu 19-asrdagi raketa. Biroq ular nayti oddiy, sirtdan qaraganda u xuddi o'yinchiqqa o'xshaydi. Shundaqdimi, shu chaqda Solkoveskiy olam bo'shlig'iga raketa bilan chiqilib bo'ladi deb kesib aytgan. Men zodila uqamadim. Siz nimishqa bundoq kesib aytadigansiz? Chunki men ta'tir harakatlantirgich kuch qoidasini o'rgangan. Ta'tir harakatlantirgich kuch qoidasi? Suv paloq bilan ishtirilganda kema uning aks ta'sir orqali ilgirlaydi. Qushlarning qanoti bilan havoni ishtirib o'xshashli aks ta'sir orqali ilgirlaydi. Lekin bu qonuniyat olam bo'shlig'ida oqmas, u yerda havomi, suvmi yo'q tursa. U shundoq. Qushlar bilan kema ilgirlamaydi. Olam bo'shlig'i bilan aks ta'sir qoidasi o'xshash bo'ladi. Qoida aeroplan bilan reaktiv aeroplan havodan foydalanadi. Men tushunmadim. Men buni misol qilib so'zlab beray. Qara. Shardagi havo o'zliksiz siqib chiqariladi. Ana shu kuchning aks ta'siri bilan shar uchadi. Raketaning qoidasi mana shu. Havoning sirkilishi bo'lmagan bo'lsa, raketa texnik tez uchgan bo'ladi. Hey, nega borsa? Sharni olam bo'shlig'iga chiqib sinab baqay. Unda qilsam bo'lmaydi. Nimishqa bo'lmaydi? Vakuum olam bo'shlig'ida shardagi havo biroqli chiqib ketadi-da, shar etilib ketadi. Siz menga rezingi sharning qoidasi raketanikiga o'xshash degandingiz-ku. Hey, sen tek tushunmabsan. Men yenim tafsil so'zlab beray. Atrofni havoliq bo'shliq o'rab turganda sharning ichidagi havoda ko'pish kuchi hosil bo'ladi. Shundaqla boshqa bir kuch ta'tir yo'nalishida rol o'ynashga boshlaydi. Endi meni ko'z jism bilan sinab qiling. Yili Solkoveskiy ilgirki tadqiqotlarini yakunlab, raketa olam bo'shlig'i va makon to'g'risida tadqiqot maqolasi yozib, olam raketasining tuzilishi bilan iqtidorni tafsili bayon qildi. Hamda bir formulani o'tirg'i qo'ydi. Matematika nuqtasidan olam raketasining harakati to'g'risidagi teoriyani ishlab chiqdi. Keyin uningga Solkoveskiy teoriyasi deb nom berdi. Maqolda raketaga portlatgich dori ishlatmaslik, balki suyuq jismni yiqilg'i qilish kerak degan qarashni muayyanlashtirdi. Bundaq bo'lganda klapan orqali o't oldirg'ili, uchargili bo'libli qolmay o'tni tangshigilimi bo'ladi. Shundaqmi? Havosiz olam bo'shlig'idimi yondirish uchun yiqilg'iga yana suyuqlantirilgan oksigen aralashtirish kerak. Mana bular jurnalga besilsa, kishilar olam bo'shlig'i sayohat qilishning xavf-xiyol emasligini biladdi. 5 yildan keyin bu maqola Ilmiy obzor nomli jurnalga besildi. U 1903-yili yana Aka-Ufka raitlar o'zlari kashf qilgan Ushquchi 1 nomli aeroplanni tunji qatam uchirgan yili edi. Ayni chaqda bu aeroplan minutiga 260 metr uchadi. Bu olam bo'shlig'iga intilgan Solkoveskiy qattiq hayajonlantirdi. Lekin mutassib tekshirlar Solkoveskiy hadab ayblaverdi. Jurnalning tekshir bo'limi taqaldi. Jurnal butunlay musodir qilindi. Aradan 8 yil o'tganda Solkoveskining maqolasi qayta nashr qilindi. Uning tadqiqot qiymati e'tiborga erishdi. Birinchi dunyo urushi portildi.
urush kishilarga nomratliq elib keldi. Jamiyat bag'ansiri davolg'ib ketdi. Solkovskiy 1916-yili Yer sharining sirtida degan ilmiy fantastik romanni yozdi. Romanda ba'zilarning rakitani sinaq qilib, olam bo'shlig'iga sayohat qilganligini, andin oyga borganligini, ularning texi bayqalmagan sayyorni tekshirib, Marsga yaqinlashganligini, eng oxirida Yer shariga qaytganligini tasvirladi. Bu roman Solkovskiyning yangi zamin echish uchun har vaqt izlanganligini aniq ko'rsatdi. Bu tuxum konservasiga. Shundoq. Tuxumni suyva konserva qutisiga selib pastga tashlaganing ilmi esingdimi? Fizikalik yer shari xonasida eg'liq kishi qilchi sezilmaydi ekan. Konservani sinaq qilganimizga o'xshash. Bu eg'liqni yo'qotish holatimi? Xuddi suvda o'zgandekli bo'ladi ekan. Siz bek tirishchankansiz. Meshadimi igna o'tamsiz? Mana bu quyosh nuridan foydalanadigan sun'iy gullik. Shu orqali oksigen bilan oziqlikni to'liqlig'i bo'lamdi. To'g'ri. Olam kiyimim tayyor bo'ldi. Oldin uqtirilganiga tamamen o'xshashga. Olam kiyimini kiyib baqaychi. Siz uchun yuqori bo'lgan eng yangi nadir filmlarni ko'rmoqchi va tushunmoqchi bo'lsangiz, Sizni to'xtamayapti. Olam kiyimini kiyib kevdan har qancha qilib boshqaramayapti. Nima degan xatarlik. Unutma, bu degan olam bo'shlig'i. Qaraganda bu kiyimni kiymagan tuzukka. Hey, men! Buni roman qilib yozsam, ilm-fanga qiziqmaydigan kishilarni o'qib, olam bo'shlig'iga qiziqadigan bo'ladi. Uning ustiga kitob ko'proq setilsa, turmushim yaxshilanadi. Solkovskiyning bu arzusi Rossiya imperiyasi yo'qotilib, oktyabr inqilobi g'alaba qozongandan keyin ondan amalga oshdi. O'qituvchilik xizmatidan istifa berib, butun zehnini o'zi yaxshi ko'radigan tadqiqot xizmatiga qaratdi. Olam bo'shlig'i tadqiqot plani bag'ansiri kengayib ketdi. Olam bo'shlig'i sayohatining ehtiyoji sababli u olam bo'shlig'i bekiti yasab, uni baza qilishni o'tirg'i qo'ydi. Solkovskiy yana ko'p uygulik rakitani tasavvur qildi. Bundaqda yiqilg'usi kuyib tuyigan uygular tushib qilib, eng oxirgi uyga nishonga yetib boradi. Hey Ras, men sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. So'raymi? Qani so'ra. Siz olam bo'shlig'iga berib boqmagan, olam bo'shlig'ida sayohatni qilib boqmagan tursangiz, bularni qanday o'ylab topdingiz? Bu ish bola vaqtimda bo'lgan edi. Shu chaqda men jiroqdagi narsalarning orlig'ini o'lchmoqchi bo'lgan edim. Shuning bilan o'zim yasagan o'lchash asbobi orqali kuzatish munorasi bilan o'zimning orlig'ini o'lchagan edim. Natija 300 metr bo'lib chiqdi. Keyin men chamdab baqsam, degandek 300 metr ekan. Bu o'lchashning to'g'riligini isbotladi. Shundan e'tiboran to'g'ri nazariya orqali qo'lga kelgan natijaning cho'qim to'g'ri bo'lganligiga ishondim. Yaraydi ekansiz. Men tasavvur qilgan olam bo'shlig'i sayohat qilish usulining to'g'ri xatoligi pat yaqinda isbotlanadi. Bu hargizmi jiroq kelgusdagi ish emas. Suyuq jismni yiqilg'u qilgan rakitani birinchi qatim sinaq qilib yasagan kishi amerikalik Robert Ekiyokidar. U 1926-yili tunji rakitani qo'yib berib muvaffaqiyat qozondi. Bu Sovet ittifoqining Moskvadagi olam bo'shlig'ini echish xotira munorasi. Bu yerga g'oyat zo'r haykal o'rnatilgan. İnsanlar yaşarda devlet ölçüye dilemek, ular yorulup ve boşluk doğrusu üstünür. Atmosferin sırtında öz maharetine yakılır. Solkovskiyning tug'ilganiga 100 yil bo'lganda Sovet ittifoqi insoniyat tarixidagi tunji sun'iy hamroni qo'yib berdi. Xuddi Solkovskiy degandek sun'iy hamra sekundiga 8 kilometrlik tezlikdan yer shari orbitasini aylandi. 1959-yili Sovet ittifoqi oyga ko'p o'g'illik raketa qo'yib berib, oyning yer sharida ko'gil bo'lmaydigan orqa tarafidagi ahvollarni suratga oldi. Oydagi halqsimon tog' tizimlarini tunji qatim bayqab, Solkovskiyning olamshumul to'kpisini xotirlash uchun bu tog' tizimisiga Solkovskiy deb nom berdi.
Повестке aytgandek, insonlarning quyosh atrofidagi bo'shliqni qo'lga keltiradigan davri to'qim yetib keladi. Bo'ldi. Xushamisan. Sayohatchilar, olam kiyimimiz Yupiter orbitasida ketyapti. Hozir yer sharida tushdan keyingi soat 2 bo'ldi. Tokyodagi top maydonida Gigant komandasi bilan Aykrot komandasi o'rtasidagi kaltak top musobaqasi jiddiy davom qilmoqda. Ko'rishni xohlovchilar 006 olam bo'shliqi kanalini ochsa bo'ladi. Voy, yer sharidagi televizorni ko'rib bo'lgan a? Aka, televizor ko'raylik-chi. Ma'qul. Yaxshi top. Sizdan chiqib ketdi. Gazdan top tegmidi. Ha? Ikki oldi. Yetishib olish uchun Gigant komandasi hujum qildi. Hujumchining ismi Junjan. Junjan, ayrim qil. Hey, nima qilgani bu? Hozir Junjan top boshladi. Birinchi top, ikkinchi top. Televizor ekrandan hujumchi Junjanni ko'ryapsizlar. Junjan takkizdi. Yaxshi top. Bu baland top bo'ldi. Kirdi. Yaxshi. Jonga yana bir nomor kirishdi. 3 oldi. Yaxshi. 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 O'qimamsizlar. 지